Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek Murod Qodirov. Bugun sizlar bilan J Mobile Gurlan tumani filialiga xudo xolasa tashrif buyurganmiz. Bugun sizlarga bu yerda bo'lib turgan aksiyalar, yangiliklar to'g'risida xudo xolasa ma'lumotlarni Dilshodbek ukamizdan bilib olamiz. Assalomu alaykum Dilshodbek. Bizning obunachilarimizga qanday aksiyalar bo'lib turibdi, nechta yangiliklar shu haqida ma'lumot berib o'tib kelsangiz, narxlari, yana qanday bizlarning obunachilarimizga skidkalar bo'ladi, hammasini xudo xolasa ma'lumotlar berib. Xudo xolasa yaxshiroq tushuntirib berishga harakat etamiz. Bizlarda hozir главный o'yin bo'lib turibdi telefon do'konimiz nomidan. Sizlar bilasiz, 6 filialimiz bor. Urganchda, Hazarasda, Bag'atda, To'rtko'lda, Beruniyda. O yoqlardan bo'lib turibmi yoki faqat Gulanda? Hamma filialimizda bo'lib turibdi. Hamma filial. Bu qanday o'yin desangiz, bloger Real Jigitning qizil Jiguli mashinasi qo'yilgan o'yinda. Ondan tashqari 50 dan ortiq mash texnika ham bor. Bu olish tartibi qanday bo'ladi? Do'konimizga tashrif buyuradi. 500 ming so'mdan ortiq xarid uchun bir dona bilet beramiz. Demak 500 ming so'mdan men sotib oldim, masalan, deb o'ynarsan, to'g'rimi? Telefon bo'ladimi, planshet bo'ladimi, knopka telefon bo'ladimi, farqi yo'q. 500 ming so'mdan o'tdi, bir dona bilet beramiz. Bu aksiya ishtirokchisidan aylandim уже. Aksiya ishtirokchisi. Misol uchun kombo to'lovlar bor. Bu qanday bo'ladi? Bir telefon oldi, любой paketmi, bo'shnimi, farqi yo'q. Yonida bolasini planshet olib berdi. Unda biz 2 dona bilet beramiz. Demak, bo'ldi. Tushundim. Shunday. Yaxshi, bularning narxlari bilan bir tanishtirib o'tib ketsangiz. Men tushunishim bo'yicha sizlarda hozir shunday yaqindan boshlab bormi? Qaysidir chislagacha o'zining pulini foizsiz yana 3 marta bo'lib berishga berasiz ekan, to'g'rimi? To'g'ri eshitibsiz Murat aka. Bizga shu oyning oxirigacha, ya'ni 31-iyulgacha o'zining bahosini 3 ga bo'lib to'lash yo'lga qo'ydik to'lovini. Qanday bo'ladi? 3 dan 1 qismini klient o'zi bilan olib keladi. Shu vaqtning o'zida qolgan 2 qismini 2 ga bo'lib chiqarib beramiz. Ustidan foiz penya bo'lmaydi hech qanday. Bir dona pasport bilan kelsa bo'ldi. Altında MIBdan qarzoliq bo'lmasa bo'ldi. Kredit muddati tugagan kredit bo'lmasa bo'ldi. Demak bu quruq iPhone'larga yo bo'lmasa toza telefonlarga ham bormi? Toza telefonlarimiz ham bor, ko'p turgan Android telefonlarimizga Samsungdan tashqari hamma Android telefonni shuni chiqarib bersak bo'ladi. Ulardan bir narxlari bilan hatto birini hisoblab bersangiz. Bizlarda Samsung, JM'da Samsung arzon, Samsunglarimiz A07 telefoni bo'ladi. Pamyati 6 ga 128 lik bo'ladi. 1 million 120 ming so'mdan. Misol uchun, любой Samsungda olgan odam yonida original bo'lgan golovkasini qo'shib oladi. Original bo'lgan golovkasini qo'shib oladi. Chexolni и steklosini shunday stekniga qo'shib beramiz. Endi to'xtang, shu yerda bir narsani aytib o'tib ketaman. Agar mening obunachilarim kerak bo'lsa, shu Murod Qodirov kanalini ko'rmayotgan bo'lsa, yana bir mening obunachilarim uchun bir narsa yana qo'shib bermasangiz, lekin men to'g'risi ne bo'lmayman. Siz aytib kelgan obunachilaringiz uchun ya'ni shu naushnikni qo'shib beramiz bonusini. Demak, o'rtoqlar buni hech qanday pul solmaydi sizga. Hammasi bepul. Agar meni otimni aytib beradigan bo'lsa, agar qo'shib bermayotgan bo'lsa, menga aytasiz o'rtoqlar. Yana bu sizlarga xudo xohlasa podarkangiz. Agar siz Samsung telefonini xarid qiladigan bo'lsangiz. Xo'p, rahmat. Ana endi Honor telefonlarining narxlarini ham tushuntirib ketsangiz. Honorlarga keladigan bo'lsak, Honor telefonlarimiz eng arzonchi budjetniy variantlari Honor X5 li bo'ladi. 4 ga 128 lik pamyatda 1 million 820 ming so'mdan boshlanadi ta 6 million so'mgacha. Tushunarli. Keyin Vivo'larimiz bor. 1 million 790 ming so'mdan boshlanadi ta 4,5 million so'mgacha. Redmi'larimiz ham shunday. 1 million 680 ming shu atrofidan boshlanadi ta 5-6 milliongacha bor. Honorlarda mesela 3 oyga bo'lib beraman, 3 marta bo'lib beradigan bo'ladigan bo'lsa, qancha vaqtdan oyna qanchadan tushadi? Shuni ham bir ko'rsatib o'tib ketsangiz. Misol uchun shu любой telefonni olsak, misol uchun shu Honor X7 da o'zining narxi 2 million 500 ming so'm. Shuni 3 ga bo'lib berishga bo'lsa, 833 ming so'mdan to'lab qiladi, 50 dan boshlanish to'la. Birinchi kelgan vaqtda 833 tashlaydi, undan keyin yana keyingi oy yana 833, undan keyingi oy yana 833 ming so'mdan keladi, tamam. Demak, normal. Foiz fiyni ondan esa bo'lmaydi. Foiz fiyni ondan esa bo'lmaydi, xolos. O'rtoqlar, ajoyib foydalanib qolish kerak. Tak, undan keyingi masala. Ko'pchilik odamga hozir iPhone 17 temasidan qiziqib turibdi, to'g'rimi? Men o'zim ham shaxsan qiziq shu, to'g'risi. Shu aka, hozirgi kunda shu iPhone 17 Pro Max'larimiz 3 xil rangdan 1500 dollar sotib turibmiz. Может, boshqa joylarda arzon bo'lishi ham mumkin. Lekin u aktiv variant bo'lishi ham mumkin.
Bizlardagi lekin noaktiv variantda bo'ladi. Zavoddan qanday chiqqan bo'lsa, xuddi shunday bo'ladi. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. O'zining programmasi bor, shundan tashkillanadi, ana shunday neaktivlikni o'chirish kerak. Bu haqiqiy zavoddan pechatlangan narsa, ochilmagan hech qanday. Lekin 1 yillik ofitsialniy UZIME'dan registratsiyadan o'tgan. 2 sim karta jarayoni. 1 sim, 1 eSIM sim karta bo'ladi. Qarang, endi bir narsa. Ishlatilgan iPhone'lardan ishlatib sinab ko'rsak bo'ladi. Ishlatilgan iPhone'larimizda Ochilmaganligi to'g'risida. ochilmagan to'g'risida любой telefonda olasiz, mana ishlab turibdi. Hech qanday bir yo maket yo bir ishlamayotgan telefon emas, mana ishlab turibdi чистый. Olasiz, suvga shunday tashlaysiz buni. Mana aka, ishlaydi deb o'ylaysizmi? Ko'rik qara. Buni ham o'tib turamiz. Obunachlarimizni ko'rsatish uchun mana Mashallah. ishlab turibdi. Gap yo'q lekin. Ishlatilgan telefonlarimizga, misol uchun, o'ylaysiz-ku, garantiya yo'qmi deb. Garantiyasi bor. Qancha? 6 oy garantiya beramiz. 6 oy. Ishlatilgan telefonlarga 6 oy garantiya beramiz. Chunki biz telefonda olib qo'yganimizda tekshirib, yaxshilab tekshiramiz. 10 xil tekshiruvdan o'tadi. Qarang, endi yaqinda o'qish boshlanadi, xudo xolasa. Talabalarimizga, to'g'rimi? Hozir ko'pchilik odam notebookga qiziqib turibdi. Notebooklaringiz bo'lsa, ulardan bir agar desa, aytib o'tib ketsangiz yaxshi bo'lar edi. Notebooklarimizni ham tushuntirib berib ketaman. Mana aka, notebooklarimiz 6 million 400 ming so'mdan to 10 million so'mgacha bo'ladi. Bu qanday xususiyatlari bor desangiz, o'sha kompyuter ishlatib turgan odam emas, bo'ladi. Intel Core i3 bo'ladi, Intel Core i5 shunday ketaveradi. Xohlasangiz, misol uchun kuchliroq programma ishlatadigan atishlik bolalar uchun отдельный notebooklarimiz ham bor. Kuchliroq versiyada. Tushundim. Buni bo'lib to'lasa bo'ladimi yo buni nalicha bo'ladi? Buni ham xuddi shu Android telefonlarimiz aytganimizda bahosini 3 ga bo'lib to'lasa bo'ladi. Buni yanında bonuslari bor, o'zining 10 ga yaqin bonusi bo'ladi. Klaviaturasi, mishkasi, kovrigi, HDMI kabel, kolonka, hammasini qo'shib beramiz sumkasigacha. Demak, buni oldi hech qanday ustida расход, ya'ni eddini sotib olib o'tirish kerak emas. Hammasini qo'shib beramiz. Ondan tashqari yana bonusimiz bor. Qanday? Yaga aytgan o'yinimizga qo'shiladi. Ondan tashqari xolasa ajib telefonni beramiz, yanında qo'shib. Xolasa ana shu diski planshetdan birini qo'shib beramiz. Bu klientning o'zining nesidan bog'liq. Xolagan, xolasa telefon, xolasa to'g'rimi? Farqi yo'q. Ondan tashqari 10 xil palaka yana bonus. O'rtoqlar foydalanib qoladi ekan, lekin ham 3 oyga bo'lib bersangiz buni, ham yaqinda yillari bo'lsa mollarni o'zi pension bo'ltirsa kerak buni. Bu telefonni o'zi 1 million 800 ming so'm, zo'r yerda 800 ming so'm sotib turibdi. Dilshodbek, Instagramda ko'rib qoldim, bunda kupon, ya'ni 0 deb chiqib qo'ydingizdan beri, yana shu nelar tartib haqida tushuntirib o'tib ketsam ku, bizning obunachilarimiz. Mart aka, Jiguli glавный priz bo'lib hozircha qo'yildi. Ondan tashqari 50 dan ortiq mesh texnika ham bor. O degani har qaysi kamida 30 odam 2 million 3 millionlik narsa o'tib oladi. Arzonchi narsalar yo'q. Любой narsa xarid etsangiz 500 ming so'mdan o'tsa bo'ldi. Misol uchun, mana shu kompyuterni xarid etdingiz, yanında shu narsani qo'shib beramiz, bundan o'yinga ham bilet beraveramiz. Даже bunday qarab aytganda, bu bir meni mitqa tushirib netish mumkin-da, to'g'rimi? Bir kompyuter mitqa tushib ham ketadi. Misol uchun qo'shaloq bayram bo'lsa mumkin studentlar uchun. Ham o'qish kirib ham Jiguli o'tib ketsa. Undan yaxshisi yo'q. O'qishga borib kelmagan ham Jigulida borib kelsa bo'laveradi bemalol. Gap o'rtoqlar, foydalanib qoladigan yeri o'zimizning Gullanimizda, Gullan xalqi uchun ajoyib yangilik. U Xorazm Qoraqalpoq Liboydan kelsa bo'laverami, ya'ni bir pasportda kelib turib, Liboy yerdan kelsa, xudo xolasa ishni bitirishga harakat etamiz. O'rtoqlar, adresini tushuntirib ketamiz. Operator akamizdan so'rab qolamiz, xudo xolasa adresini keladigan bo'lsak. Mana bu yog'imiz Gullan tuman dehqon bozoridan kelish bo'ladi bu yog'imiz. Ya'ni yagona darchadan o'tgandan keyin buni J-Mobile yozuvini kelsa. To'g'rimiz, hokimiyat Gullan tuman hokimligi bu yog'imiz voyinkomat o'rtoqlar. Kelaversa xudo xolasa kutib qolamiz sizlarni.